Endilikda sudga murojaat qilish uchun sud binosiga borish, navbat kutish, turli davlat organlaridan kerakli hujjatlarni yig'ish talab etilmaydi. Birgina mobil qurilma orqali buni amalga oshirish mumkin. Raqamli sud tizimi rivojlanib, hatto sun'iy intellekt texnologiyalaridan ham foydalanilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Fuqarolar va tadbirkorlar ba'zi holatlarda sudga murojaat qilish, qo'shimcha hujjatlar taqdim etish yoki ma'lumot olish uchun bir necha bor sudlarga tashrif buyurishga majbur bo'lmoqda. Bu esa ortiqcha vaqt sarfi va qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, sud ishlarini ko'rish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni turli davlat organlaridan yig'ish jarayoni ham ba'zan ma'lum vaqt talab etadi. Bu holatlarni kamaytirish va aholiga qulaylik yaratish maqsadida sud tizimi ham bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Fuqarolarga qulaylik yaratayotgan sudga masofadan qatnashish, arizalarni yuborish hamda ularni bevosita jarayonni qaysi bosqichdaligini kuzatib borishdan iborat. Sudya va sud xodimlariga ishlarni tez ko'rish hamda adolatli ko'rish uchun, shaffof, ochiq ko'rish uchun imkoniyat yaratib beradi. Bundan tashqari fuqarolarni qabul qilishda smart usullardan foydalanilmoqda, ya'ni u ham video orqali, qatnashish orqali fuqarolarni uzoqdan yashovchi fuqarolarni bevosita sudga qabul qila olamiz, bevosita eshitib masalalarni muhokama qilish imkoniyatini yaratib bermoqda. Bundan tashqari hujjatlarni to'liq raqamlashtirish, ya'ni ortiqcha qog'ozbozlikdan voz kechilmoqda, ya'ni barcha hujjatlar aylanmasini elektron bazada shakllantirish imkoniyatlarini yaratmoqda. Raqamli sud tizimi sudga murojaat qilishdan tortib sud qarorining ijrosiga qadar bo'lgan barcha jarayonlarni qamrab oladi. Shuningdek, sud hujjatlarini avtomatik tayyorlash, xarajatlarni hisoblash, ma'lumotlarni qayta ishlash kabi vazifalarni bajarish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan ham foydalanilmoqda. Fuqarolar o'zlarini shu shaxsiy kompyuterdan yoki mobil telefonlardan foydalangan holda har qanday sudga shu da'vo arizasini yuborish imkoniyati bor. Hozirgi holatdagi statistikani aytadigan bo'lsam, 35 ga yaqin davlat tashkilotlarini 60 ga yaqin axborot tizimlari bilan Oliy sudda axborot tizimlari integratsiya qilingan. Fuqarolardan masalan ko'p ma'lumotlar so'ralardi. Mahallaga bor, soliqqa bor yoki boshqa davlat organiga bor. Mana shu hujjatlar kerak bo'ladi. Hozirgi kunda shu da'vo arizasini yuklashadi. Bundan keyingi bo'ladigan masalan qo'shimcha materiallar bo'ladigan bo'lsa, sudya o'zini kompyuterdan 1 daqiqaning ichida xohlagan tashkilotidagi o'sha axborot tizimidan shu shaxsga doir ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga my.gov.uz sayti orqali sud ishlari bo'yicha dastlabki ma'lumotlarni olish xizmati yo'lga qo'yilgan. Raqamli sud konsepsiyasi doirasida davlat organlarining axborot xizmatlari bilan sud tizimining keng qamrovli integratsiyasi amalga oshiriladi. Ma'lumotlar elektron tarzda avtomatik olinadi va qayta ishlanadi. Bu esa ortiqcha qog'ozbozlik va byurokratik to'siqlarni sezilarli darajada qisqartiradi. Anjela Xushboqova, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.